Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari hamda sitrus ko'chatlari ishqibozlari. Mana bugun yana ekish jarayonidamiz. Bitta parnigimizni yarimlatib ekib qo'ydik. Xudo xolasa chiroyli holatda ko'chatlarimiz. Mana ekilgan holatlari. Kattalarini paqirga, kichiklarini bunaqa rezinka idishlarga ekyapmiz. Bir yoshli ko'chatlarimiz bular. Chiroyli holatda hammasi bir-biridan go'zal. Kimda kim ekaman, limonchilik sohasi bilan shug'ullanaman deganlarga mana bemalol pastda nomerimizni qoldiramiz, telefon qilib bog'lanishlari mumkin. Mana ko'chatlarimiz sifatlari. Yarmini ko'chirib ekib bo'lib qoldik. Bu bitta parnigimiz. Xudo xolasa buni ekib bo'lsak, keyin nargisiga o'tamiz. Ikkinchi parnigini ekamiz keyin. Mana bularimiz maydalar, endi kichkinalari. Bularni sotmaymiz. Keyingi yilga qayta ekamiz. Mana shu holatlarini. Bularni ikkashar qilib, keyingi yilga xudo xolasa nasib qilsa sotamiz. Mana shu holatda qayta ekinlarimiz. Maydalarni tuvakka yemaymizda biz qaytarib ekib yuboramiz yerga. Yerlar tayyorlayapmiz. Endi xudo xolasa Navro'z o'tib olsa, bularimizni ham yerga ekishni boshlaymiz. Nasib qilsa qalamchalarimizni ham uyda shoxlaridan baklarini oldiryapmiz. Qalamcha qilish jarayonlarini, qanday ekiladi, qanday holatda ularni ham sizlarga tushuntirib borishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Kimga shunaqa ko'chatlar, sifatli, chiroyli ko'chatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib aloqaga chiqishlari mumkin.